Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun ro'parasi 11-aprel, demak juma barchamizga muborak bo'lsin. Bugun xudo xolasa ro'parasi bir emas, ikkita yutug'ni 83 va 84 yutuq egalarini birgalikda aniqlab olamiz. Demak, o'yin tartibini yana bir eslatib o'tamiz. Haftada bir marta jumadan jumagacha o'yinimiz. Bir hafta mobaynida 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijozimizda telefon raqamini mana shu qutichaga joylab boramiz. Haftada bir marta, demak juma kunlari ikkita baxtli raqamga ikkita o'sha maishiy texnikani, demak chopper yoki dazmolni ikkalasidan bittadan, demak baxtli raqam egasiga topshiramiz xudo xolasa. Bundan tashqari bizda tez kunlarda o'sha super o'yinimiz bor. Har doimgidek, demak 5-smart televizorni taqdim qilamiz. O'yin tartibi oddiy. 500 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini alohida qutiga joylab boryapmiz. Shu kungacha, demak Qurbon hayiti kuni bitta baxtli raqamga bitta smart televizorni taqdim qilamiz xudo xolasa. Demak, hammaga omad. Bugungi o'yinimizni boshlaymiz. Bugun ro'parasi 83 va 84-yutuq egalarini birgalikda aniqlab olamiz. Bitta baxtli raqam. Xo'p. Ko'rsatamiz. 99li 478 50 49. 99li 478 50 49. Demak, Qizlarxon opa. Hurmatli jamoadagilar, demak birinchi yutug'imiz Qizlarxon opaga nasib qildi. Demak, ikkinchi baxtli raqamni 84-raqam egasini aniqlaymiz. Ana. Pustoy ekan. Xo'p, keyingisi bitta baxtli raqam. Xo'p. 90lik 563 62 29. 90lik 563 62 29. Mavludaxon debmiz. Hurmatli javonalar, demak Mavludaxon opani ham yutuq bilan tabriklab qolamiz. Demak, bugun mana 83, 84-yutuq egalarini ham aniqlab oldik. Xudo xolasa keyingi juma mana shu joyda uchrashguncha xayr, sog', salomat bo'ling.